Real Madrid Barselonaga mag'lub bo'lib, chempionlikni boy berdi. Real Madrid Barselona maydonida kechgan bahsda 0-2 hisobdan mag'lubiyatga uchradi. Ushbu natija Madrid klubining La Liga chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini butunlay yo'qqa chiqardi va Barselona muddatidan avval chempionlikni tantana qildi. O'yin boshidanoq Barselona tashabbusini o'z qo'liga oldi. Antonio Rudiger jarima maydonchasi yaqinida qoida buzganidan so'ng Marcus Rashford jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi. Oradan ko'p o'tmay Dani Olmo uzatmasidan so'ng Ferran Torres ikkinchi golni urib oradagi farqni oshirdi. Vinicius Junior o'yin davomida o'zini ko'rsata olmadi va raqib himoyachilari uni to'liq nazorat ostida ushlab turishdi. Jude Bellingham ikkinchi bo'limda darvozani ishg'ol qilgan bo'lsa-da, hakam ofsayd tufayli golni bekor qildi. Real Madrid o'yin davomida vaziyatni o'nglashga harakat qildi, ammo Barselona yarim himoyachilari Pedri va Gavi maydon markazida ustunlikni boy bermadi. Ushbu mag'lubiyat Real Madrid uchun mavsumdagi eng og'ir damlardan biri bo'ldi. Jamoa o'zining azaliy raqibi ko'z o'ngida chempionlik kubogini topshirishga majbur bo'ldi. Madridliklar himoyadagi tartibsizliklar va hujumdagi noaniqliklar tufayli raqibga munosib qarshilik ko'rsata olmadi.